Hurmatli Hasan Husan, meni kechiringlar. Men Qo'qonli bo'la turib sizlarning ahvolingizdan bexabar qolibman. Ochiq gap. Toshkentdan kelib sizlarga uy olib bergan bu bolalardan sizlarni qizg'ondim. Ularga yaxshi ma'noda hasad qildim. Ming afsus, ular savobni ilib ketishibdi. Ko'pincha Allohning roziligini olish uchun yonginamizda turgan imkoniyatdan bexabar qolib, savoblarni uzoqlardan izlaymiz. Inshaalloh sizlarni yoningizdamiz. Men ham onaman. Qancha umr kechirishimni bilmayman. Sizlarni onalaringiz esa oz umr yashagan bo'lsa-da, sizlarga go'zal tarbiya berishga ulguribdi. Men ham shunday farzandlarim bo'lishini xohlardim. Qo'qonlik bir ona sifatida sizlardan faxrlandim. Alloh bizlarni isloh qilsin. Dunyo matohlari bizni chalg'itib turibdi. Haqiqatni ko'rmay qolibmiz. Sizlarni videoyingizni ko'rib haqiqatni anglab yetdim. Bizni ko'zimiz ko'r ekan. Haqiqatni ko'rmabman. Kechira olsangiz, meni kechiring. Qo'qonda dunyoga sadoqat va vafoda, muhabbat va sabrda barchaga o'rnak bo'ladigan qahramon erkak borligini bilmagan ekanman. Qahramonlarni kinodan qidirardik. Asli haqiqiy qahramonlar o'zimizni Qo'qonda ekan.